Assalomu alaykum hurmatli eshitgan baraka uylarning obunachilari. Bugun biz aynan Metan shaharchasiga tashrif buyurdi. Sodda qilib aytganda, Metan shaharchasi, ya'ni To'por mahallasiga qarovchi markaziy qatnov yo'limizda, ya'ni yo'lning yoqasida joylashgan, biznes uchun ayni qulay lokatsiyada joylashgan 20 sotixdan umumiy maydoni, dokumentlarni 20 sotixdan iborat tayyor joyimiz. Xohlasanglar buni olib turib magazin, do'kon, ishlab chiqarish yoki bo'lmasa moyka xohlagancha stilga o'ynatsa bo'ladi bu joyda. Ya'ni kim o'zi tayyor do'koni ham bor ekan. Zapravka ko'rib turganingizdek yonboshimizda mana bu pastda ham bitta zapravka bor. Bu tomonda ham zapravkamiz bor, metan zapravkalari. Kechqurun bilan 24 soat ishlaydigan chiroyli do'kon qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sharoitga qarab. Xo'p, endi tayyor xonalari ham bor ekan, yashaydigan, o'sha istiqomat qiladigan tayyor xonalar ham joylashgan. Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Xo'p, do'konimizni ko'rib turibsizlar, hozirgi kunda kecha kunduzda ishlamaydi. Lekin bitta do'koncha qilib qo'yib, bu yerda bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ana bu yerda bitta eshik tashlaganmizda, bu yerda o'sha o'zimiz ham istiqomat qilamiz. Hozir bu yerda endi oshxona sifatida foydalanamiz, deyapti. Bemalol bitta do'koncha sifatida foydalansanglar, chotga joy ekan, to'g'risi lokatsiyasi zo'r ekan. Orqa tomonda bog'larimiz ham bor. No, kelajakda mana bu yerda ochib olishga sharoit ham qilib ketganman dedi. O'zi mana bu yerimiz podvolli ekan, tagi men bu yerda o'sha stolovoymi, nimadir kafemi, o'sha 24 soatlik ishlaydigan rejimda bir biznes o'ylab turgan edim dedi. Sotilgandan keyin kim olaman desa o'sha odam bemalol ishlatsa bo'ladi. Sharoitni ko'rsa deyapti. Xo'p, endi birinchi joyimizni ko'rsatib o'tib ketaylik. Umumiy joyimiz qayergacha, ya'ni Shodiyor Baxtiyorov 20 sotig'imiz qayergacha deganlar uchun mana bog', orqa tomoni polnisi bog'imiz joylashgan. Mana bu stalba, ya'ni o'sha daraxtlarning oldigacha sizga qaraydi. Ya'ni o'zim dokumentalniy shu joygacha, o'sha hududgacha, ya'ni menga qarashli joy dedi. Murod qilib uy-joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Boyagi katta biznesmen akalarimiz bor, uning puli ham unchalik qimmat emas. 20 sotiqqa arziydigan pul aytishyapti. No, yana kelishtirib ham beraman degan joyi ham bor. Aytib o'tganimizdek, mana bu yerimiz shu do'konmi yoki bo'lmasam yana bitta yoki stolovoymi, endi nimadir ishlab chiqarishmi, podvol qismi ham bor ekan. Podvol qismida ham chotga qilib qo'yganmiz dedi. Podvol qismini ham bitta ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Endi mana bu savdogar bo'lganimiz uchun tanqid-tuqirlarimiz ko'p dedi. Betonlari chotga qilib qo'yilgan deyapti. Bemalol ishlatib. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim deymiz. Ana endi uyda ichkarisiga kirganimizda kichkinagina xo'p. Gaz bor ekan. Eng muhimi bitta narsasiga qo'yib qoldim, gaz bor dedi. O'zim shaxsan tortib kelganman dedi. Ancha joyda o'zim shaxsan mana shu yerga tortib kelganman. Gazdan muammosi yo'q dedi. Tokdan muammosi bo'lar ekan. O'zi mehmonxona deyishyapti. Tashqariga qaragan bitta romga ega mehmonxona. Katta kengashgina yaxshi. O'zlaringiz tursalaringiz ham bo'lar ekan bu yerda. No, biznes uchun deganlar uchun ayni muddo yashash sharoitiga ham ega joy. Ya'ni Shodiyor Baxtiyorov misol uchun bizga yashash sharoitiga ega joylar yo'qmi deganlar uchun mana ayni muddo yashash sharoitiga ega. Aytib o'tganda boyagi Wi-Fi qo'shib yubordingiz deganlar uchun mana Wi-Fi kelgan. Muammosiz ishlaydi. Tok bor, gaz bor. Hamma narsamiz chotki. Faqat kelish kerak, joyni ko'rish kerak, ma'qul bo'ladigan bo'lsa pulni sanash kerak. Narx-navomiz qanaqa deydiganlar uchun ham bu yerda ham bitta ko'rsatib o'taylik. Mana bu yerimiz o'zi aytib o'tgandek tayyor mana. Ko'chaga ham chiqib ketsangiz bo'ladi. No. Mana nima? Zen. Kimdir kelsa ham birdan shu yerdan turib chiqib ketasiz. Xo'p, endi narx-navomiz qanaqa deydiganlar uchun narx-navomiz hozir kecha kunduzda endi to'g'risini aytaman, bu yerda narx-navosidan bizlarda uncha xabarimiz yo'q. Endi buni yashirib o'tirmaymiz. Narx-navomiz hozir kecha kunduzda nech pul deganlar uchun aynan kommentariyada yozib qoldiringlar. Metanliklar bo'ladigan bo'lsa, kuzatadigan bo'lsa, bu yerda ham juda ham ko'p joylar sotdik, juda ham ko'p joylarimizni reklamaga qo'yganmiz, juda ham ko'pi sotilib ham ketgan. Yo'l yoqasida biznesga juda ham qulay lokatsiya. Olib qolsanglar, misol uchun, xo'p, yashamagan taqdirda, ishlatmagan taqdirda ham bu yerda misol uchun ishlab chiqarish, qo'zmak, любой narsangiz bu yerda yo'lda yoqasida o'qiydi. Aynan aytib o'tganimdek, bitta mana shu do'konda ham chotga qilib ichini to'ldirib 24 soatlik reklamalarni chotga qilib qo'ysangiz, mana Metan zapravka, bu yog'i markaziy trassa, har kunlik savdangiz bor, tirikchilik o'tib turadi. Xo'p, narx-navomiz umumiy $60,000 deyishyapti. Bu aytiladigan summa. Har doim bitta gapni aytamiz, bir pachkani ko'tarib kelib, akamizni qo'lini ushlab, mana shu yerda o'tirib, uyda ustida baraka qilish kerak, savdolash kerak. Bu savdo. Endi misol uchun biz 60,000 degan bilan 60,000 summasini qo'yib beramiz. Endi biz
imkon darajada maksimum darajada tushuntiraman narx-navoni, lekin aytib o'tgandek, bu yerdagi aynan hozir kecha kunduzda narx-navo necha pulligini bizga xabarimiz yo'q. O'shaning uchun aytgan summasini qo'yib beryapman. Lekin bitta narsasini gaplashib ketyapman. Kimdir agar bizlar tomonidan keladigan bo'lsa, bu albatta obunachilarimiz uchun va aynan metanliklar uchun Ishtixon barakali uylar tomonidan keldik desanglar, misol uchun skidka qilib beradi. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa, любой odam kelishtirib beradi, любой narsa. O'shaning uchun kelish kerak. Savdolashish kerak, naqd pulimiz deyish kerak. Agar nasiya, qarz deydigan bo'lsangiz, endi uni o'zlaringiz temasida gaplashib olasiz. Lekin naqd degan joyga Shodiyor uka mayli kelishtirib, cho'tka narxda qilib beraman. Sizlar tomonidan kelgan odamga. Endi aytib o'tgandek, biznes uchun qulay joy, orqa tomonda bog'dorchilikka ham joy bor, uy qurishingizga ham joy bor, mazza qilib, yoyilib, yayrab, toza havoda mazza qilib yashaydigan joy ekan. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi va Metan shaharchasi, To'por mahallasi, markaziy trassamizda, ya'ni Metan zapravkaning yonida joylashgan umumiy maydoni 20 sotixlik joy sizni kutyapti.